Assalomu alaykum. Hyundai Granger HG 300 avtomobilimiz 2012-yil 305 ming kilometr yurgan, yoqilg'i gaz. Mashinamiz narxi 4 million won. Hamma narsasi ichida. 1 oylik garantiyasi yo'q lekin akalar. Sababi 200 ming kilometrdan oshgan mashina. 305 ming yurgan. 4 million wonga общий chiqib ketadi. Faralarda sal sarg'aygan joylari bor, uni yo'qotsa bo'ladi, xudo xolasa. Harakat qilamiz. Kelib ko'rsalaring bo'ladi. Test driving qilib, mashinamizni balon holatlari ham normallik. Bitta shu fara sal sarg'ayib qolgan xolos, boshqa bir muammosi yo'q. Motordan yoqqan joylari yo'q. Eshik diskochoydasi bor. Ideal holatdagi avtomobil. Elektronli sidina, eco rejim, normal rejimlari bor. Rullari isiydi, cruise kontrollari bor, start stop, monitori bor, black box'i, IPS'i bor. Hop, avtohold, avtoparking, sidinalar sovutadi, isitadi. Kim qidirib yurgan bo'lsa, Granger HG chagayin pozitsiyasi. Orqa sidinalari ham isitadi, multimedia boshqaradigan funksiyasi bor. Kimga kerak bo'lsa, kelib test driving qilib ko'raverasizlar. Narxi 4 million won, общий narxi chiqib ketishi bilan 4 million won. Shu orqasida bitta bagaj yuklaydigan anaqa yuklaydigan joyi bor, tortadigan joyi, nima deydi buni o'zbekchada. Xullas bitta shunisini hisobga olsalaring, mashina ideal holatda. Bunisi bo'lsa ham minoraman deganlarga kelib bemalol ko'rib olib ketsalaring bo'ladi, yo'q bo'lsa. 4 million won Granger HG gaz.